Agar Rossiyada pasportingizni yo'qotib qo'ysangiz, eng katta muammo nima ekanligini bilasizmi? Ko'pchilik 1-2 kun kutaman, topilib qolar deb o'ylaydi. Ammo aynan shu xato keyinchalik jiddiy muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bugun Rossiyada pasport yo'qolganida nimalar qilish kerakligi haqida bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam politsiyaga murojaat qilish. Agar pasportingiz yo'qolgan yoki o'g'irlangan bo'lsa, 3 kun ichida yashash manzilingiz bo'yicha yoki hodisa sodir bo'lgan hududdagi politsiya bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Politsiyada yo'qolgan yoki o'g'irlangan hujjatlar haqida ariza yozasiz. Shundan keyin sizga talon уведомление beriladi. Keyinchalik politsiya yo'qolgan hujjatlarni qidirish bo'yicha ish olib boradi va 30 kun ichida tegishli spravka taqdim etadi. Ikkinchi qadam O'zbekiston elchixonasining konsullik bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Politsiyada qidiruv spravkasi va talon уведомление olgandan so'ng konsullik bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar 6 oydan ortiq vaqt davomida Rossiyada qonuniy yashayotgan bo'lsangiz, patent asosida ishlayotgan bo'lsangiz yoki RBPO yoki VNG olgan bo'lsangiz, universitetda o'qiyotgan yoki davolanish maqsadida kelgan bo'lsangiz, sizga yangi biometrik zagrant pasport rasmiylashtiriladi. Agar Rossiya hududida noqonuniy yashayotgan yoki ishlayotgan bo'lsangiz, sizga O'zbekistonga qaytish uchun vatanga qaytish guvohnomasi rasmiylashtiriladi. Endi zagrant pasport olish uchun qanday hujjatlar kerakligini ko'rib chiqamiz. Sizdan ariza anketa talab qilinadi. Vaqtincha konsullik ro'yxatida o'tgan bo'lishingiz kerak. Pasport nusxasi, tug'ilganlik haqida guvohnoma nusxasi, 45 yoshgacha bo'lgan harbiy xizmatga majbur shaxslar uchun harbiy guvohnoma yoki tegishli ma'lumotnoma, Rossiya hududida qonuniy bo'lib turganingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Bundan tashqari o'qish joyidan, ish joyidan yoki tibbiyot muassasasidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar oila a'zolari bilan birlashish maqsadida kelgan bo'lsangiz, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'ladi. Konsullik to'lovlari. Zagrant pasport berish uchun 170 AQSh dollari. Pasportga zarar yetkazilgan bo'lsa, qo'shimcha 50 AQSh dollari jarima to'lanadi. Pasport muddati o'tgan har bir kalendar yil uchun qo'shimcha 50 AQSh dollari to'lanadi. Agar sizga vatanga qaytish guvohnomasi kerak bo'ladigan bo'lsa, unga talab qilinadigan hujjatlar biroz boshqacha bo'ladi. Pasport yo'qolgan bo'lsa, pasport nusxasi, politsiyadan olingan ma'lumotnoma va 35 ga 45 o'lchamdagi 2 dona fotosurat. Pasport muddati tugagan bo'lsa, pasportning o'zi va 2 dona fotosurat. Pasport yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, pasportning o'zi, nusxasi va 2 dona fotosurat. Barcha holatlarda davlat boji 60 AQSh dollarini tashkil qiladi. Mazkur hujjat 7 kundan 14 kungacha bo'lgan vaqtda tayyor bo'ladi. 16 yoshga to'lmagan bolalar uchun ota-onalarning pasportlari, ularning nikoh guvohnomasi, bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa, uning pasporti, 35 ga 45 o'lchamdagi 2 dona fotosurat kerak bo'ladi. Davlat boji 10 AQSh dollarini tashkil qiladi va hujjat taxminan 2 soat ichida tayyorlanadi. Agar bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida otasi ko'rsatilmagan bo'lsa, onasining pasporti va bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi va shuningdek fotosuratlar kerak bo'ladi. Agar bolada tug'ilganlik haqida guvohnoma bo'lmasa, tug'ruqxonada berilgan tibbiy tug'ilganlik haqidagi guvohnoma kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Rossiyada pasport yo'qolganida eng muhimi vaqtni boy bermaslik va to'g'ri harakat qilishdir. Agar siz va yaqinlaringiz shunday vaziyatga tushib qolgan bo'lsangiz, izohlarda savolingizni qoldiring yoki najot legal mutaxassislari bilan bog'laning. Biz sizga hujjatlarni tiklash va migratsiya masalalari bo'yicha amaliy yordam beramiz.